WhatsApp sizlar bilan mazadan va bugun biz rostdan qo'rqinchli horror karta o'tamiz va bu sizlarga hazil emas. Xo'p, biz birinchi o'rinda svetlarni yoqamiz va juda ham qorong'u va men to'g'risi sal qo'rquv bor, bitta qanaqadir horror atmosfera bilmayman, lekin ko'proq даже bloger atmosferaga ham o'xshaydi. Uxlasam ham bo'lar ekan. Yo, uxlab qo'yaveramizmi? Yo, albatta, har doimgidek biz turamiz, sabab bize eng qo'rqmasmiz. Hop, yo, WhatsApp oyoqcham bor ekan. Endi kompyuter, oh my god, CS bosib olsak bo'lar ekan. Dirs mashina o'tiramizda, CS:GO bosamiz va o'chib yonish har biriga hech yoqmayapti-yu. No, mayli. Hop, iltimos bolalar, mana shu videoga bitta like va obuna bosib qo'yinglar, sabab men rosa ko'p vaqt qilaman shunaqa videolar va biza oxibat mingta bo'laylik, o'zi qiynalib ketdim va bunaqa videoda hali O'zbekistonda hech kim qilmayapti ham. Tak что bitta bosib o'rasizlar, like'laringni ham, obunalaringni ham. Men sizlardan kutib qolaman. Xo'p, biz metta svetlarni ham yoqamiz, chunki qo'rqinchli, qorong'i va yo'mayo nima desam bo'ladi endi bilmayman. Xullas, men aytib boshqacha blog bor ekan. Xo'p, o'ylaganimdek hamma horrorlarda oh my god. Ata screamer bor. Yo, bratan, oh my god, qanday qochsam bo'ladi endi, uni qanday o'ldirsam bo'ladi? Xo'p, tezda men kompyuterda yoqib kod terib yuboraylik, yo'qolib ketsang iltimos. Yo. Qaysi go'rda endi? Oh my, qanday qilib zinani orasidan chiqyapti? Wow, boru bu bunaqa menga fokus-mokuslar. Yo-mayo, nima bu? Basharasi bunaqa qo'rqinchli? Chi? Nima? Yo. Yo-mayo, qani svetlarni o'ynayapti? Men tushunmadim. No react bo'lib qoldim. Yo, men suv ichib kelishim kerak, oshxonaga tushib. Yo, bu menimcha zadaniyalar, ha? Set yoqib qo'yamiz baribir. Endi mana shu zadaniyalarni qilish kerak, bu kartani o'tish uchun, ha? Oh my god, ana kim edi o'tib ketgan. Okay, bo'ldi. Set yoqamiz, lekin bochkachalarni ochmaymiz. Bochkachalarni ochmaymiz. Bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Xo'p, kompyuter ishlar ekan, qo'rqinchli maxluq kelgani uchun ishlamay qoldi, cho'ta kompyuterim qo'qib ketdi. Xo'p, biz endi tezda suv olishimiz kerak, lekin biz ovqatlanadigan joyimiz, bizga oshxona kerak. Oshxona qayerda? Iltimos aytib boringlar. Osh qiladigan xona qayerda? Yo'mayo, mana shu yerda ekan. Yo, oh my god, svetlarni yoqsa bo'ladi. Конечно, yoqamiz, chunki bad juda ham qo'rqinchli va juda ham qorong'u. Yo'mayo, opa, qimilashni bilasizmi? Tavba qildim. Oh my god, voy tavba qil. Yo, wow. Wow. No react bo'lib qoldim yana. Yana nima qaltirayapman? Oh my god. Xo'p, menga suv kerak. Yo, tezda suv ichmasak bo'lmaydi. Bunaqa qo'rqinchli tushdan keyin, ha. Yo, rosa qo'rqinchli, ana opani. Yo'may, unaqa screamerlar qilib men qo'rqitmanglar, iltimos. Rosa qo'rqinchli. Xo'p, endi biz pastga tushib olamiz, sabab men zerikdim, boshim og'rib ketdi. Tezroq kartani o'tay. Xo'p, suv oshxona bu yerda edi. Bo'ldi, ana rasmga qaramaslik kerak. Yo'may, yana qimillayaptilar, unaqa qimillamang, opa. Xo'p, bizaga nima bo'lyapti? Oh, sinib qolgan rakvina. Bo'ldi, xo'p, hozir sizga ключ topib beramiz. Yo, bu tualet ekan, svet yoqib ko'rsak. Yo'mayo, shunchalik ham aqlli bo'lamanmi? Shunchalik ham aqlli bo'lamanmi? O'zimga tortganman deb. Shunday mana shunaqa suv qilib olamiz-da. Bo'ldi, endi suvni o'chiraveramiz. Ota-onamiz puli ketyapti. Unaqa bo'lmay qo'yarsam. Xo'p, tezda endi hamma yo'qni yig'ishtirib oldik. Endi uydan ketsa ham bo'laveradi. Voy, tavba qildim, nima bu? WhatsApp endi tezda tepaga chiqib olamiz. Yo, past tushib ketdi. Yo'mayo, minjabat. Oho, bu yerda nimadir bor, ha, kalit. O'ylaganimdek. Xo'p, mayli, tezda chiqib olamiz va keyin davom etamiz tepaga chiqishga, sabab bu yer biroz qo'rqinchli. Xo'p, kalit qayerga ishlatsam bo'ladi? To'g'risi, kallam ishlamayapti. Yo, mana eshik oldiga kelib oldim va shu yerda mendan kalit so'rashayotgan ekan. Rosa qidirdim mana va oxiri topdim. Mana ochilyapti. Yo, xudoga shukr, jiya cho'zilib ketdi. Endi shunday chiqib men ketib boray. Yo, bizga yo'q kerak. Yo'q. Tushunarli. Xo'p, biz qatdan topsak bo'ladi uni? Hech qayerdan, har doimgidek garajdan. Garajda shunaqa qo'rqinchli narsalar bo'ladi. Men qora narsa nimaligini bilmayman-ku.
Lekin yaxshi narsaga o'xshamayapti, to'g'risini aytay. Mayli, sekin shiftga o'tiramiz. Mana shunchadan beri o'ynayapman, endi bildim. Nimaga yarim inventarim yo'q, bilmayman. Xo'p, mayli, shetan chiqib ketib yuboramiz. Aqdan hozir qilib o'tirgungacha metda biz o'yinni buzamiz. Yommayo, tavba qildim. Qayerdan bunaqa qo'rqinchli? Yo. Rosa qo'rqinchli. Xo'p, o'yin mana shunaqa skrimerlar bilan yutaman degan bo'lsa, bu adashyapti. Xo'p, biz tezda endi hamma yo'lda boshqadan qilib yana o'shga qaytamiz-da. O'sha yog'ni olib borib, eshikni ochib ketib yuboramiz. Chunki men qiynalib ketdim boru. Xo'p, endi tezda basga tushamiz-da. Opani basharasiga qaramasdan tezda kulishni olamiz. Kulishni birinchi o'rinda olamiz. Keyin suvlarda tudim qilib olamiz. Xo'p, davay chiqamiz-da. Shunday dirs bosamiz. Bo'ldi, suvimiz bor. Endi hozir bowling sharini ushlaymiz-da. Kalitni olib chiqib ketib yuboramiz tezda. Wow. Nimagadir g'alati bo'lyaptimi? Nima? Oh my god, nima yura olmayapman? What the fuck boru? Yo, oxiri yuryapman mana, Xudoga shukr, lekin juda ham ko'p vaqt turdi-da. Qatib qolganda bu o'yinda bagimi bilmayman. Suvni ham sindirib qo'ydim. Maladesman-e. Mana bowling shari, tursam menimcha o'lib ketaman. Men bilaman bu o'yinlarni. Hozir tursam dirs-dirs o'ldirib yuborasizlar. Xo'p, mayli, men tezda kalit olaman. Skrimerlaring bo'lsa ham men qo'rqmayman o'sha. Bo'ldi. Men tezroq chiqib ketish niyati paydo bo'lib qoldi. Sabab juda qo'rqinchli. Xo'p, endi tezda olamiz-da. Wow, parkur qila olmayapman. Oddiy ikkita blokka. Yommayo, shunchalik ham Minecraftni zo'r o'ynayman-ya. Nima? Oh my god, bo'ldi, chiqdik mana, Xudoga shukr. Endi tezda borib, o'sha yog'ni olamiz. Nimaga yog' kerak? Eshik balkim qatib qolgan. Oh my god, mashit ko'rsatmabman, o'lib qolay dedim, mashit deb. Yommayo, hozir yana boshqatdan o'tardim. Yaxshi o'lib qolmadim. Xo'p, bu tugmani endi bosmaymiz, tezda chiqib olib turib, xo'p, shiftga o'tiramiz oldin. Shuni chiqib olib turib, endi biz ketib yuboramiz. Bo'ldi, men zerikdim. Xo'p, qayerga? Bo'ldi, mana o'zlari ham ko'rsatib qo'yishdi. Oh my god. Xo'p, yaxshi, bo'ldi. Endi bitta sindiramiz. Wow, hammasini bittalab sindirish kerak. Yommayo, ochish imkoniyati ham yo'q. Yo. Oh my god, bolalar, shuncha harakatim uchun bitta like, kanalga obuna bo'lmasa bo'lmaydi. Boru o'zi charchab ketdim va bu kartani siz meni Telegram kanalimni topa olasiz. Mana shu yerda hozir QR kod chiqdi, shuni skaner qilib kirib o'taveringlar. Xo'p, sindiramiz. Mencha uzoq sinadi bu. Hajab kirka bersalar ham bo'lardi. Hozir hammasini sindirish bu prosta wow. Yo, sindirdim. Yo, yaxshi, ochildi. Xudoga shukr. Ana endi ketib yuraveraman. Xo'p, ketib yuraveraman. Bo'ldi. Nimaga o'yin ending bo'lmayapti? Nimaga tugamayapti? To'xta, men adashdim. Nimada adashding? Yo, men qaytmayman. Yo, qanaqa xato adashuvmas? Men orqaga qaytishim kerak. Nimani topishing kerak? Men uni topishim kerak. Nima deyapti? Yommayo. Chota bu ikkinchi qism sabab yoki kutilmoqda shekilli.